Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Sizlar bilan yana Farmonov Olmosbek. Pavlonia va Biagomus biznesi bilan shug'ullanamiz va daromad qilamiz. Bugungi videomizda Pavlonia uchun kerak bo'ladigan asosiy agrotexnikasiga kerak bo'lgan asosiy elementlar haqida gaplashamiz. Ya'niki birinchi elementi bu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi bo'ladi, ya'niki Biagomus. Pavlonia sohasiga asosan kerak bo'ladigan narsa bu Biagomus bo'ladi, ya'niki nihol tayyorlash uchun, ya'niki nihollarni ekish uchun, ko'chatlarga dori sifatida berish uchun asosan Biagomus kerak bo'ladi. Hozirgi ko'rib turganingiz Kaliforniya chuvalchanglarini, ya'niki bioreaktor deyiladi bu joy. Chuvalchanglar ko'payadigan joy, ya'niki Biagomus ishlab chiqaradigan joy hisoblanadi, ya'niki go'ngni obработка qiladigan joy hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek zichligi o'ta ya'niki juda ham yuqori darajada emas, joyi ham juda ham kichkina. Bu asosan kichkina joy, o'zimizga yarasha Pavlonia uchun yetadigan joy qilganmiz, ya'niki kamroq, unchalik ko'p bo'lsa ham Biagomus o'zimizga yetib tursa bas. Shuning uchun kamroq kichikroq joy qilganmiz, zichligi ham uncha yuqori darajada emas. Nima uchun Biagomus Pavloniyaga solinadi? Ya'niki o'zingiz bilasizki, любой ekinlikka, ya'niki kartoshka deysizmi, boshqa deysizmi, ularga hammasiga selitr, amofos, kaliy, kalsiy shunaqa dorilar beriladi. Ya'niki Pavloniyaga uni amofosdan tashqari amofos ham bersa bo'ladi-yu, ya'niki Biagomus o'sha dorilarning, ximikal dorilarning o'rnini bosib beradi. Ya'niki amofosdan yoki kaliy, kalsiydan Biagomus juda ham foydasi yuqori. Ya'niki uning ham o'ziga xos